onajon, siz hech nimani o'ylamay kirib chiqing. Chiqqaningizda men yoningizda bo'laman. Faqat ona bilan yaxshilab qaranglar. Iltimos tiladan. Onajon, Bolajonimdan esimiz ketdi. assalomu alaykum onajon. Meni kechiring. Operatsiyadan chiqqaningizda yoningizda bo'lolmadim. Hozirgi kerak uchun ishlashim qoldi. Rahmat bolam. Nima qilib bo'lsa ham bu hayotda meni olib qoldinglar. Kecha o'rtog'im internetdan yozibdi. Dori-darmon kerak ekan. Hamma dori-darmonlarni doktoringizga berib qo'ydim. Onam, tuzukmisan? Xavotir olma. Assalomu alaykum onajon. Donor pulini ham anchasini hal qilib qo'ydim. O'rtog'imga hozir pul berib yuboraman. Mayda shunda oldiga kirib qoladi. Tez kunlarda bag'ri butunlikda ko'rish nasib qilsin. Onajonim o'zimmi? O'rtog'im sizga pul chiqazor. Pulni qo'y. 2 kundan beri o'rtog'im javob yozmaydi. Juda ham sog'indingizmi? Judayam sog'indim bolam. U yaramas o'g'lingiz menga ham javob yozmayapti. Yuring, yuring oldiga olib boraman. Qolaman o'g'lingiz, qola. Onam! Menga hayot berib, yuragimni yulib olib ketdinglar. Ko'zlarim kettiribdi. Dardimni o'zim olib ketdingmi? Sizlar roziman deb olib ketdingmi? Diydori qiyomatga qoldirib, onam yashashni bu hayotda ketdingmi bolam? Meni o'zim jon bolam